Kirovering. Olgul hamon padoda-yo. To'g'rimi? O kiyimlari turibdi, ko'rdingiz-a? O'sha kungi kiygan kiyimlar. Ne? Ko'ngchalso pyontega issa-yo? Ne. Ne, algisimda. Xullas, Koreyadagi yurtdoshlar mana shu videoni srochniy hammaga tarqatasizlar, chunki hozir biz Piontek degan shahardamiz. Mulkxonada yotibdi ekan. Hozir endi biz Melisadan ruxsat olishimiz kerak. Melisa ruxsat bersa, inshaalloh O'zbekistonga, vatanga jo'natishni boshlaymiz. Mana shu mulkxonada yotibdi. Piontek shahrida. Iltimos sizlardan maksimalni tarqatib duo qilinglar. Kechadan beri yoki undan oldin 3 kundan beri mana shu qizlar orqasidan yuribmiz. Tezda vataniga jo'natishimiz kerak. Ayasi tamom bo'ldi. Hech qanaqa ehson yig'mayapmiz bu qizga. Davlat tomonidan jo'natilinadi. Kasalxona to'lovi 1,5 million chiqdimi kasalxona? Morgxona bugun nechinchi kun? 3-kun. Ja chiqsa 300 mingcha chiqadi. Endi qachon olib ketishimizni bilmaymiz. Kuniga taxminan 100 ming atrofida chiqadi. Duo qilib turasizlar. Inshaalloh tezroq oilasini bag'riga shu sovuq badanini bo'lsa ham jo'nataylik. Iltimos sizlardan ko'proq duo qilinglar. Biz harakatdamiz. Endi hozir Melisa xonaga boramiz. Agar Melisa tezroq ruxsat bersa, tezroq olib ketamiz. Agar ruxsat bermasa, shu yerda yana ancha vaqt qolib ketishi mumkin. Chunki jinoyat bo'lganmi, kimdir o'ldirganmi yo rostdan ham bu qiz o'zini o'zi o'ldirganmi, buni Melisalar tekshirishyapti. Koreyani bilasizlar, oxirigacha yetib, mavzuni holatni to'shni bilib, ekspertiza qilib, kecha bu bolalarga aytibdi, marhumani yorib ko'rishimiz kerak debdi. Shu boshi bilan qolgan a'zolarini yorib ko'rishadi. Xullas, inshaalloh O'zbekistonga jo'natish harakatidamiz. Duo qilib turinglar, davlat tomonidan qoplanadi hamma xarajatlari. Hozir biz Melisa xonaga boramiz, aka. Melisa xonani adresini o'ringchi, necha kilometr? Bormi bir yarim soat bormi bu yerda? 10-15 daqiqa ketdik bo'lmasa, ashga boramiz. Siz o'zingiz mashinangiz bor-a? Davay, adresni menga SMS qilib bering. Xo'p. Men boraveraman o'zim. Endi boramiz, xudo xolasa Melisa ruxsat bersa agar tezroq olib ketish harakatdamiz. Sizlardan faqat duo qilib turinglar, maksimalni podeshka qilib turinglar bizni. Bismillahirrohmanirrohim. Sog' bo'linglar, duoda eslab turinglar.